1986-yil 26-aprelda dunyo inson xatosining badaliga guvoh bo'ldi. Tungi soat 1:23da Chernobil atom elektr stansiyasining 4-reaktori ichida xavfsizlik sinovi dahshatli tarzda barbod bo'ldi. Bir necha soniya ichida reaktor kichik yadro bombasining kuchi bilan portladi. Pripyat uzra tungi osmon moviy yog'du bilan yorishdi. Radiatsiya shu qadar kuchli ediki, u hatto havoning o'zini ionlashtirdi. O't o'chiruvchilar to'g'ridan to'g'ri ko'rinmas o'limga qadam qo'yayotganliklarini bilmagan holda voqea joyiga shoshilishdi. Ularning terilari kuydi, a'zolari eridi, lekin ular olov bilan kurashishda davom etdilar. Ertasi kuni ertalab bolalar radioaktiv kuldan iborat mayin qor ostida buni oddiy chang deb o'ylab o'ynashdi. Sovet hukumati haqiqatni tan olgan vaqtda zarar allaqachon yetkazib bo'lingan edi. Butun shaharlar evakuatsiya qilindi, o'rmonlar qizarib ketdi. Hayvonlar turgan joyda nobud bo'ldi va radiatsiya shamol yordamida butun Yevropaga tarqaldi. Chernobil fojiasi shunchaki portlash emas, balki bugungi kungacha aks-sado berib turadigan ogohlantirish edi. Chunki yadro energetikasidagi eng xavfli narsa atom emas, balki insonning kibridir.